Bismillah. Xo'p, bugungi mavzuyimiz bo'ladi o'sha trendlarning davomi. Trend liniya va uning sekretlari haqida gaplashamiz. Trend liniya va uning sekretlari. Xo'p, o'zi trend liniya nima? Trend liniyani hamma har xilchasiga tortib tashlaydi. Uni qoidalari bor. Uni o'ziga yarasha tortish uslubiyati bor. Uni o'ziga yarasha tortish vazifalari bor. Trend liniya o'zi aslida yoza olasizlar, daftar tutgan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi, tutmagan bo'lsangiz esingizda qolsin. Trend liniya, trend bu yo'nalish, liniya chiziq. Ya'ni yo'nalish chizig'i degani. Siz trend liniya tortishingiz uchun birinchi navbatda nima kerak? Eslab qoling. Birinchi navbatda siz qiladigan ishingiz trendni aniqlashingiz kerak. Trendni aniqlashingiz kerak. Agar siz trendni aniqlamagan bo'lsangiz, trend liniya torta olmaysiz. Shuni sizdan chiqarmang. Trendni aniqlashingiz kerak bo'ladi mana. Xo'p, trendni aniqlashingiz kerak degani sizga o'rgatgan minimal va maksimal tochkalarni belgilab chiqishingiz kerak. Va shunda siz trend deb ola olasiz. Qachon trend deysiz? Ikkita maksimum va ikkita minimum degan qoida bajarilishi kerak. Har bitta darsda qoidani men sizga aytib ketaman. Kimdirning esida qolyapti, kimdirning esida qolmayapti. Shuning uchun daftar tutib yozib olsanglar, esingizda qoladi va osonroq bo'ladi. Mana shu trendni aniqlashingiz kerak, minimal va maksimalni belgilab chiqishingiz kerak. Endi ikkinchi qiladigan ishingiz sizda bo'ladi. O'sha uptrendda minimal tochkalardan trend liniya tortasiz. Hozir uni o'rgataman. Uptrendda minimal trendni bosib qo'yman. Minimal tochkalardan trend liniya tortasiz. Ya'ni yo'nalish chizig'ini tortasiz. Hop, trend liniyani tortasiz. Hop, down trendda maksimal tochkalardan yo'nalish chizig'ini tortasiz. Duch kelgan joydan emas. Skriti joyi bor, o'shani ham aytib ketaman. Boshqacha tartibda ham tortish mumkin. Maksimal tochkalardan tortasiz trend liniyani. Buni mana shu ketma-ketlikni bajarishingiz shart. Siz avval mana bu trendni aniqlamasdan turib, birinchi qoidamizni, ikkinchi qoidaga o'tib keta olmaysiz. Trend shuni tortib keta olmaysiz. Birinchi trendni aniqlashingiz kerak. Polibom aniqlashingiz kerak. Agar aniqlamasangiz, 1-2 marta sizni trend liniyangizga urilib to'g'ri yurib qolgan bo'lsa, xursand bo'lmang. Polibom yurmaydi bozor. Xursand bo'lmang. Siz prosta adashib topib qo'ydi. Siz tarafga o'xshab qoldi u. Mana bu qoida esa stabil ishlab beradi va uzoq vaqt mobaynida. Bu klassika deyiladi. Mana shu narsa trendni aniqlab, maksimal minimal tochkalarni aniqlab, trend liniyani tortib ishlatishingiz bu sizni klassik treyderligingizdan dalolat, ya'ni klassik analizi deyiladi. Global strategiyalardan bittasi. Xo'p, uchinchisi trend liniya yo'nalish chizig'i, ya'ni yorib o'tilsa, endi siz trendga teskari ishlashingiz mumkin. Yorib o'tilsa, teskari ravishda bitim ochasiz. Ya'ni teskari ravishda nima degani? Hozir ko'rsataman. Trend o'zgarishiga bitta sabab trend liniyani yorib o'tgani bo'ladi. Bitim ochasiz. Retestdan keyin. Retest nima? Retest trend liniyaga tegib yana o'zini yo'nalishida davom ettirishi. Uni hozir o'rgataman. Retestdan keyin retest nimaligini o'rgataman. Xo'p, mana shu qoida bo'yicha ishlaysiz. Agar trend liniya down trendda maksimal tochkalaringizni buzib qo'ysa, ya'ni maksimalni ham buzadi, trend liniyani ham buzib qo'ysa, teskari ravishda ishlaysiz. Uni hozir ko'rsatib beraman. Xo'p, mana 3 ta qoida. Endi to'rtinchisi trend liniya. Eslab qoling, trend liniya doim 45 va 65 gradus atrofida chiziladi. Undan yog'iga o'tmaysiz. Siz u libbochasiga o'tib keta olmaysiz. Mana 45-65 gradusda chiziladi. Hozir gradus sistema o'rgataman. Libbochadan trend liniya tortish u boshqacha tartibda tortiladi. U secret trend liniya, yopiq trend liniya deyiladi. Uni ham 45-65 gradusda tortasiz. Gradusda tortiladi. Agar yoyiq bo'lib ketsa tortilmaydi. Yoyiq bo'lib ketgan variantini ham ko'rsatib beraman. U globalniy tortiladi. Yoyiq trend liniya. Mana bu 45-65 gradusda tortiladi. Va siz trend liniya tortishingiz uchun sizga kamida ikkita maksimum, ya'ni o'sha qoida, trend deb olishingiz uchun kerak bo'lgan qoida va ikkita minimum kerak bo'ladi.
ikkita minimum kerak bo'ladi. Kerak va shart. Siz ana o'shalarsiz trend torta olmaysiz. Mana shu qoidalar asosida biz ishlaymiz doim. Mana shu 5 ta qoida. Endi e'tibor qiling. Men sizga ketma-ket ravishda dars qo'yganman. O'sha darslar bir-biriga bog'liq. Birinchisiz ikkinchi darsiz uchinchi dars bo'lmaydi. O'shaning uchun hamma darsni ko'rishga majbur bo'lasiz baribir. Shuni qilib terib chiqqanman. Xo'p, bu qoidalarni o'zingiz uchun yozib chiza olasiz, kerak bo'ladi bizga. Xo'p, endi pastdan o'rgataman. Ketdik. Uptrend. Xo'p, qarang. Uptrend minimal bor, maksimal bor. Va buni nima dedik biz? Impuls bor, korreksiya bor. Korreksiya mana shu birinchi tepaga to'xtovsiz chiqqan, shiddat bilan chiqqan narxning pastga 30% dan ko'prog'ini qoplab berishi. Yana impuls ketadi, yana minimal bor mana. Endi siz buni trend deb ola olasiz. Ikkitadan bor. Ketdi yana. Mana bunday qiladi. Mana bu qaytish fake qaytish, chunki impulsning 30% ni qoplab bermadi va buni siz trendga minimal nuqta deb ola olmaysiz. Mana chiqdi. Endi siz mana bu qaytib beradi, keyin tepaga ketadi mana. Mana bu sindirilgan nuqta sizni aldash uchun qilingan. Bunga ishonib qolmang. Sizga aytdim, agar eng oxirgi mana bu minimal nuqta sinsa, trend o'zgaradi deb aytdim. Updan downga o'tib oladi deb. Mana bu yerda shu narsaga o'xshatib ketadi. Minimal, maksimal sindi, endi trend o'zgardi-ku deyishingiz mumkin. Yo'q, trend o'zgarmadi. Bu 30% ni qoplamadi impulsni. Bitta minimal mana impuls mana 30% ni qopladi. Keyin yana impuls bilan chiqib ketdi. Yana mana bunday qiladi, mana bunday qilib turib bitta pastga tushib yana yo'nalishda davom etadi mana. Mana bu trendga nima deyiladi? Up trend deyiladi. Xo'p, maksimal minimal tochkalar qani? Impuls boshlangan joy minimal, maksimal, minimal, maksimal, minimal, maksimal. Mana buni tashab ketasiz, chunki bu fake. Minimal, mana maksimal. Mana buni olmaysiz maksimal deb, chunki mana bu fake. Maksimal, minimal, mana maksimal yana. Siz mana shu holatda trend uzog'i bilan bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 tagacha, uzog'i 6 tagacha kasanadanga trend o'zining yo'nalishini o'zgartiradi. Teskari tarafga. Ana endi sizda minimal, maksimal tochkalar bo'lgandan keyin siz savdoga kirishni hali o'rgatmayapman. Sizga yo'nalishni o'rgatyapman xolos. Endi mana trend liniya tortamiz. Up trendda trend liniya minimal tochkalardan tortamiz dedik. Minimal tochkalardan mana. Biz birinchi qilgan ishimiz, mana birinchi qiladigan ishimiz qilib oldik. Trendni aniqladik. Minimal va maksimallarni belgilab chiqdik mana. Endi uptrendda minimal tochkalardan trend liniyani, downtrendda maksimal tochkalardan tortamiz dedik. Mana minimal tochkalardan trend liniya tortamiz. Trend liniyani vazifasi bizga yo'nalish bo'ylab savdo qilish imkoniyatini beradi. Yo'nalish chizig'i dedim. Ana shu yo'nalish chizig'iga kelganda uptrendda buyga, downtrendda sellga ishlab ketaverasiz. Mana bunday tortib olamiz mana. Trend liniya mana. Shuni qalinroq qilib sizga ko'rinish uchun mana 3x qilib qo'ydim. Mana trend liniya urilib chiqib ketaveradi. Mana. Xo'p, endi 3-chi trend liniya yorib o'tilsa, teskari bitim ochamiz. Retestdan keyin. Buni hozir o'rgataman. Trend liniyani 45-65 gradusda tortamiz. Mana bu gradus 65 gradus, 45 gradus atrofida. Siz trend liniyani mana bunaqasiga torta olmaysiz. Mana bunaqasiga tortamiz, chunki bu o'ta tikka. Xo'p, siz trend liniyani o'ta yoyiq ham torta olmaysiz mana bunaqasiga. Bu chunki o'ta yoyiq. Mana bunaqa ko'rinishda tortasiz. 45-65 gradusda torta olasiz. Buni qanaqa qilib topsangiz bo'ladi mana. 45 o'zi shuni avtomatik ravishda minimallardan tekizib chizib chiqsangiz, avtomatik shunaqa bo'ladi mana. Qo'yamiz. Mana qo'yamiz, mana ko'ryapsiz, mana bu joyda. Shunday qo'ysangiz mana. Bu 90 gradusda mana bu. 90 gradus mana shuni qilsangiz, mana bu gradus o'lchovi ko'rinib turibdi. Matematikani yaxshi o'qigan bo'lsangiz, 45-50 gradus atrofida-da bu. Va normal, chiroyli chiqadi doim. O'zi chiroyli chizilganini bilib tursangiz bo'ladi doim. Xo'p, kamida ikkita maksimum va minimum kerak va shart. Bitta, ikkita. Normal va trendni tortib olamiz. 3-kasanadan savdoga kirib ketaveramiz. Mana shunaqa tartibda trend liniya tortiladi. Vazifa nima? Siz mana shu tochkaga kelganda buy ochasiz. Mana bu tochkaga kelganda buy ochasiz. Mana bu tochkaga kelganda buy bitimini ochasiz. Xo'p, take profit qaytdi. Take profit mana bu maksimal tochkada bo'ladi. Undan avvalgi sinib o'tish kerak bo'lgan tochka bor-ku. Mana bu tochka sinsa, mana bu tochka tasdiqlanadi deganman. Shu sinishigacha ishlab olasiz mana. Tepaga chiqib beradi. Dashi buzib ham o'tib ketadi, lekin biz 1 ga 3 mana shu yerda to'xtatamiz, yetadi. Xo'p, narx yana qaytib keladi shu trend liniyaga, aylanib qaytib keladi trend liniyaga. Mana bu qaytishni ham topishni o'rgataman hali. Fibonacci orqali aniqlaymiz. Minusovoy golden Fibonacci bor, o'sha orqali aniqlashni o'rgataman.